Plastik kartangizda qancha pul bor? Million bor. Million bor. 1.8. 1 million 8. Rasmdagi insonni kartasida qancha pul bor deb o'ylaysiz? Kartasidan Mabodo taxmin to'g'ri chiqsa 100 ming so'm pul yutasiz. 500 ming dollar. Yordam beraman, 500 mingdan ko'p. 2 million. Juda yaqin keldingiz. 1 million 800 ming edi. Sizning kartangizda qancha pul bor? 5 ming bo'lishi mumkin. Rasmdagi insonni kartasida qancha pul bor deb o'ylaysiz? 500 ming, Yordam beraman, 100 mingdan past. 85, 20-25 atrofida. 25 mingdan past. Bas, Da. pul bormi o'zi? 7 ming so'm bor edi kartasida, noto'g'ri topdingiz. Umuman, balansingizda qancha pul bor? 115 ta bor. Rasmdagi qizni balansida qancha pul bor deb o'ylaysiz? Balansida 10 million, Yordam beraman, 1 milliondan past. 700 ming, 300 ming, Oxirgi variantingiz. 130 ming. 115 ming edi. Juda yaqin keldingiz. Sizning kartangizda qancha pul bor umuman balansingizda? 17 million. Rasmdagi insonni balansida umuman kartasida qancha pul bor deb o'ylaysiz? 200-300 atrofida. Yordam beraman, milliondan baland. 14-15 million. 17 million ekan. Voy. Sizning kartangizda qancha pul bor? Kommentariyada javob berish qolsin. Bo'lmasa kommentariyada taxminingizni yozib qoldiring. Biz esa sizga 100 ming so'm kartangizni tashlab beramiz.